uyingizni tashqi fasadi mana bunday qumsuvoqdan bo'lganmi, shilaka blokdan bo'lganmi, xom g'ishtdan bo'lganmi, paxsa devordan bo'lganmi, pena blokdan bo'lganmi, gaza blokdan bo'lganmi, farqi yo'q, universal hisoblanadi. Bu nima deganlarga, bu terma gibki hisoblanadi. Biz hozir Tojikistonda xo'jand etganmiz. Bu mahsulotning zo'rligidan tojikistonlik birodarlarimiz mana shu mahsulotdan bostirib yuboribdi. Ichkarini ko'rsatadigan bo'lsak, keling operator qaranglar. Ichkarini zo'r qilib sizlarga mana bunday xaytli fasonda xohlasa qilib berar ekan. Bu mahsulotlarimiz nima, dastlabkalari bormi, narxlari qanchadan, kvadrat qanchadan tushadi, garantiya bormi, hammasini xohlasa ma'lumotlarni beramiz. Qo'qondan ustakalarimiz kelib Tojikistonga mana xizmatlar qilib beryapti. Butun O'zbekiston bo'yicha, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bo'yicha xudo xolasa ishlarni qilib berilaveradi. Mahsulotlari bilan birgalikda hammasini ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Tuzukmisiz? Qo'llar dard ko'rmasin. Men Tojikistonda xo'jandga ham ish qilib beribsiz, a? Bundan ancha yil oldin, menimcha 1 yil ham bo'lib qoldi, ishingizni yoritganmiz. 1 yil, 1,5 yilcha bo'lib qoldi. Ancha yil bo'lib qoldi. Xudo xolasa mana ishlari yaxshi ekan. Xalqimizga yetkazib beryapti ekan. Unda mahsulotlarni tushuntiraveramiz obunachilar. Bu mahsulotimiz aka terma gibkamen bo'ladi. Bu oddiy gibkiga solishtirmash kerak. Bu oddiy gibki emas, terma gibki bu deydi. gibkamenimiz, terma gibkamen deganimiz maslahati ham bu termo deganimizda o'zi orqasi 3 santimetrlik po'kagi bor bu mahsulotimizda. Uyda termo soladiga olib kelinadi. Buni oddiy devorda urib ko'rsa ham devorda ovoz chiqmaydi. O'zi orqasi po'kagi bor. Bitta ko'rsatib qo'ying mana, agar devorga gibka yopishtirganda qattiq bo'lardi mana. Mana o'sha narsasi bor-da, nima deydi? Po'kagi bor orqasida. Yumshoq. Issiq zo'r ushlab beradi endi bu. Yozda salqin, qishda issiq bo'ladi aka. Effekti bilinadi. Qishda ham issiq ushlab turgani. Hozir yozgi kunda ham sal effekti bor. Yaxshi bilan. Masalan, qishda o'sha pechga yoqaydigan bo'lsa, uy tezroq isiydi. Masalan, issiqda zo'r ushlab beradi. Yozda konsani ishlatadigan bo'lsa, tezroq muzlatishga yordam beradi, xudo xolasa, qalin bo'ladi. Xo'p, bu endi o'sha terma gibka dedik-a. Qana devorlar bu holatda qoladi? Qolagan devorga bo'laveradi. Universal. Devorning boshqa qizig'i yo'q aka. Tanlanmaydi. Yo'q, devor bo'lsa bo'ldi, bitirib beriladi. Qani sinchli uylarga ham bo'laveradimi? Sinchli ham bo'lsa vannasi bo'ladi-da, sal bo'laveradi. qiyshiqroq bo'ladi. To'g'rilab qilinaveradi ularda ham. Orqasi po'kagi birinchi shu noldan po'kakni o'zi utublik qilib olinadi. Keyin buni ustidan, po'kakning ustidan bu narsalar yopishtirib boshlanadi. Devor tekis to'lib olgandan keyin. Zo'r ekanda. Gap yo'q. Xo'p, nari taraflarda sariq ranglarni yopishtirib qo'yibsiz u tomonlarda. Bu uyimiz polniy hamma joyi terma gibkamen bo'lgan o'zi. Bitta o'sha ayvon tarafimiz devorda o'ziga bo'lgan gibkamen o'zi. Zo'r. Qarang, bu quyoshda, masalan, yomg'irda unda o'zgarib ketmaydi. Mo'yshin narsa bo'ladi. Masalan, garantiya beriladi bu Garantiya beriladi 10 yildan 15 yilgacha. Rangi o'zgarmasligi, devorni ko'chib ketmasligiga. Bu so'killarga ham yopishtirilgan ekan. So'killarga ham yopishtirilgan. Demak, suvga bemalol chidamli ekan. Mana so'kil tomonlarga ham yopishtirilgan. Xudo xolasa mana. Zo'r. Qarang, boshqacha fasonlari ham bormi? Bu kattaroq ekan, g'ish fason deyiladi menimcha. Har xil razmerda xohlagan figurada chiqarib beriladi. Farqi yo'q ekanda. Zo'r. Bundan tashqari yana nima ishlar qilamiz? Bu uyimizda aka devorini qildik, fasadini, burchatkalarini qildik. Burchatkalar ham qilasizlar. Universal ekanda. Burchatkalar ham qiladigan bo'lsalar. Davlatdan noldan ko'tarib chiqamiz uyda. Xo'p, mana shu xonadonimiz mana Tojikistonda o'sha xo'jantiga deyapmiz. Narxlar qanaqa bo'ldi bu yerda? Narxlar aka o'sh betni o'ziga 1 kvadrat narxini aka 200 so'mdan qilib berdik. Uyda egasini o'zi hamma rasxodni ko'tardi, bojxona to'lashi, yetib kelinishi, hamma narsasini uyda egasini o'zi to'ladi. Qani 200 so'm deyapsiz, endi so'mda qancha bo'ladi masalan? So'mda 240 ming so'm bo'ladi. 1 kvadratda. 100 so'monimiz 130 ming o'layotgan bo'lsa 260 mingga to'xtaydi. O'zbekistonga qanchaga to'g'ri keladi? O'zbekistonga aka 160 ming so'mdan bitirib beryapmiz. Hamma joyiga. Ustam o'zimdan bo'lsa, deganlarga qanchadan chiqib beraman? Bor aka 120 mingdan chiqadi. Hamma narsasini beraman, usta pulini shunday ayirib tashlangan holda. 120 mingdan kvadrati. Zo'r ekan. Hop, bularimiz nima hisoblanadi? Bularimiz gibki klinker aka. Mana boshqacha ekan bu. Bunimiz aka ustidagi toshimiz kuyilgani. G'ishga o'xshaydi, qo'l bilan bunday qilganda bo'rtib turadi bunimiz. Bularimiz tayyor shkaturka devorga bo'ladi. Nima deb yopishtiriladi bu endi? Bu o'zining maxsus klayi bor aka, o'shanisi yopishtiriladi. Bular nech puldan bo'ladi endi? Bularimiz 1 kvadratda aka 90 ming so'mdan chiqadi. 90 ming so'mdan chiqadi. Har xil figurada usta puli bilan aytyapsizmi hozir o'zimi? Yo'q, o'zi. Usta bilan bo'lsa, usta puli 35 ming 40 ming so'm bo'ladi. O'shanda 130 minglar atrofida bo'lar ekan. 125 ming 130 ming atrofida bo'lib qoladi. Bu gibki kamenimiz-chi qanchadan chiqadi? Bularimiz aka materialda o'zi 60 ming so'm.
bitirib berishimiz bilan bo'lsa 90 ming so'm. 90 ming so'mdan, ha? Endi 90 ming so'm deganimiz ham aka odamlar endi o'ylab qolyapti, shkaturka devori chizilib, yorilib ketgan joyini ham 90 ming so'm deb o'ylayapti. U 90 ming so'm bo'lmaydi. Bir so'la kafinkilik tortiladi. U bir so'la kafinkilik tortilgani hisobiga ustalarning puliga kvadratiga 15 ming so'mdan qo'shiladi. Undan qolgani kafinliklarga qo'shiladi. 120 mingga aylanib qolyapti o'shanda. Qarang, mana shu cho'ziluvchanligi bormi shu narsani? Masalan, vaqt o'tib uylarda sal trishina bo'lishi mumkin-da. Cho'zilib, masalan, yopilib ketaveradimi? Ochilib qolmaymi? Yo'q, ochilib qolmaydi. Cho'zilaveradi. Trishinalarni yopadi. Yopadi bemalol. Zo'r. Garantiyalar bor. Garantiyalar beriladi hammasiga. Mahsulot ham sotilaverar ekan, agar uyda noldan qilib berilaverar. Noldan bitirib chiqishgacha olaveramiz. Universal. Xo'p, boshqa joylarda ham bormi bundan tashqari ishlaringiz? Mana shu Tojikistonga faqat shu xonadon bo'ldimi? Yo'q, endi aka. Ha, xudo xolasa bu birinchi. Endi ish. kengaytirish Tojikistonda o'zida ham. Xo'p, mana shu xonadoningiz necha kvadrat bo'ldi hozir? Общий Shu 250 kvadratdan o'tib qoldi. 250. Necha kunda bitirib berdik? 15 kun ketdi. 15 kunda. Endi grantsani hisobiga 10 kun aqa 10 kun baqa kirib chiqdi bo'lgani hisobiga bir hafta kirib chiqib yurdi ustalarimiz. Zo'r. Uyda egasi nima olib berish kerak endi sizga hozir shu? Uyda egasi ustalar yotar turar joy, yeb ichish, ayog'idagi lisasi. Bo'ldi shu. Bo'ldi. Qolgan hamma rasxod. Asosan lesa, yotoq, oziq-ovqat. To'lovlar qanaqa bo'lyapti? Oldindanmi? To'lovlar Tojikistonda o'ziga aka 80% olinadi. Oldindan to'lov. Kelaman, kvadratni o'lchayman, keyin 80% pulini olaman-da ketaman. Aytilgan kunga yetib kelaman. Endi aytilgan kunga yetib kelaman desam ham 80% olinar ekanda endi. Qilinadi. Bir kun aka bir kun oldin kelaman. Qo'shni davlat bo'lgani 80% olinyapti. Agar o'zimizda bo'lsa, o'zimizda bo'lsa 50% olinadi. 50% olinadi, ishda boshlanaveradi. Zakaz qilsa kutib qolinmaymi, tezroq berilaveradimi ekan? Imkon qadar xudo xolasa aytilgan kunga yetib boramiz. Zo'r. Kutib qolish, boshqa qilish bo'lmaydi. Xo'p, qo'shimcha ma'lumotlar berib olmaymizmi? Biz berolmagan savollar bo'lishi mumkin. Yo'q, bo'ldi aka. Bo'ldimi? Xudo xolasa akalarimiz nomer ekan olsa qo'yib qo'yamiz. Bemalol bog'laninglar. Farg'onaning Qo'qonidan akalarimiz xizmatlarni qilib beradi. Nomerlarni ekranga qo'yib qo'yamiz. Telegramlari ham bor menimcha, aka. Telegramimiz bor. Rasm videolarni tashlab beraveradi qilganchilarni. Bittadan laykni bosib qo'yamiz. Tanish bilishlarga xudo xolasa yuborib qo'yasizlar. Mana shunday kimga sifatli bo'lgan ishlar zarur bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Gipki, kami, terma gipki deylar ekan. Yana bitta nomi bor ekan, nomi yozdan chiqib qoldi. Ko'p ekan, xullas universal ustalar. Bemalol bog'lanaverasizlar. Hammasini zo'r qilib beradi. Dastlabkalari bor, o'rnatib beradi. Xudo xolasa kelishgan vaqtda ekan. Telefon qilaversa mana ko'cha qismlarini qilib qo'yibdi. Xudo xolasa zo'r holatda chiqqan. Uydagilar ham juda ham xursand. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qaranglar, so'kil qismiga ham bemalol qildirib olaverasizlar. Bittadan laykni bosib qo'yinglar shu joyga mana. Mana shu eski holati bo'lgan ekanda devorda, bu yangi holat. Bo'ldi. Mana shu holatda qilib beradi. Sog' bo'linglar.